Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala ikkinchi variant 15-savol. Mis va mis ikki oksiddan iborat 112 gram aralashma 400 gram konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritildi. Reaksiya natijasida ajralib chiqqan gaz teng ikki qismga ajratilib, birinchi qismi vodorod sulfit bilan reaksiyasidan x gram oltin gugurt olindi. Ikkinchi qism geliy gazi bilan aralashtirilganda vodorodga nisbatan zichligi 17 bo'lgan y mol gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmani to'liq metalga aylantirish uchun necha mol is gazi yetarli deyilgan. Y va x larning yig'indisi 24/5 ga teng. Demak, bizda massalari yig'indisi 112 ga teng bo'lgan mis va mis ikki oksiddan iborat 112 gram aralashma. Xo'p, vodorodga nisbatan zichligi 17 degani, demak, molyar massasi 34 ga teng bo'lgan geliy va oltin gugurt 4 oksiddan iborat aralashma. Demak, x plus y barobar 1. 4x ya'ni geliy bo'lganligi uchun 64y oltin gugurt 4 oksid bo'lganligi uchun umumiy yig'inda 34 ga teng bo'lishi kerak ekan. Ishlanishida hammasini 4 ga ko'paytiramiz. 4x plus 4y barobar 4 ga. Ayirib tashlasak, hop, bu qismdan 4 qoladi, 60y bu ketganda 30. 60y barobar 30 ga. Y barobar 0.5 ga. Demak, yarim moli bizda oltin gugurt 4 oksid, qolgan yarim qismi geliydan iborat aralashma ekan. Xo'p, endi bizda vodorod sulfit bilan reaksiyaga kirishgan oltin gugurt 4 oksid. Uni reaksiyasi natijasida bizda oltin gugurt va suv hosil bo'ladi. Xo'p, demak, y mol, ya'ni 0.5 mol bo'lganligi uchun buni ham 0.5 mol oladigan bo'lsak, 3 mol 96 1x. 0.5 96 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 48 gram hosil bo'ladi. Endi mana bu gazlar aralashmasining umumiy miqdori 1 mol. Undan yarimdan hosil bo'lgan, demak, oltin gugurt massasi esa 48. Umumiy yig'indi 1 qo'shilgan 48. 49 bo'ldi. Yig'indimiz 49 bo'lganda, demak, 1 mol oltin gugurt 4 oksid sarflanar ekan. Mis va sulfat kislota o'rtasidagi reaksiyadan, demak, oltin gugurt 4 oksid hosil bo'ladi. Bu reaksiyada mis 2 sulfat, oltin gugurt 4 oksid va suv hosil bo'ladi. Hop, 1 mol demak, oltin gugurt 4 oksid sarflanganda 1 mol mis, ya'ni 64 gram bo'ladi. X. Xo'p, demak, biz aynan 1 mol olganmiz. Demak, bu yoqda ham 64 gram sarflangan. Xo'p, umumiy yig'indi 49 ga teng bo'lganda 64 gram mis bo'lyapti bizda. Bizda esa yig'indisini 24.5 gram berilgan. Bunda x. Xo'p, 24.5 dan 64 ga ko'paytirib 49 ga bo'lsak, 32 gram, demak, dastlabki aralashmada mis bo'lgan. Endi mana shundan kelib chiqib, 112 dan 32 ni tashlasak, 112 minus 32. 80 gram mis 2 oksid bo'lgan. Mis 2 oksidni, demak, is gazi orqali misga aylantirishimiz uchun mis deb yozyapman ekan. Xo'p, misga aylantirish uchun 1 ga 1 nisbatda bizda is gaz talab etiladi. 80 gram, bu yoq ham 80 gram, 1 mol x. 1 mol, demak, is gazi sarflanar ekan. Javobda